Yuzga kiring, doim sog' bo'ling. Nima deyam qilgan bo'lsangiz niyatlariga erishing. Tabriklayman tug'ilgan sog' bo'ling. Oshxona bo'lib turgan paytlaringizda mana shu yerlarda bo'lib sizdan maslahatingizni olib kelsin. Bu yerga xaroslarni qayerga qo'yganingizni deb sizdan so'rab bilish nasib etsin. Sizga ham ularga javob berilish nasib etsin. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Xudo bergan umrni, mazmunni, farzli, barakatli o'tishini so'rab qolamiz. Hech qachon charchamang, ishlaringizga rivoj bo'lsin. Keng hojim. Ertalar hamma xatlarni to'playmiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.